Yomg'ir tinimsiz yog'ar, osmon esa o'zining barcha qahrini yerga to'kayotgandek edi. Shahar ko'chalari suv ostida qolganday, har bir tomchi odamlarning yelkasiga og'ir yuk bo'lib tushardi. Ethan esa mana shu yomg'ir ostida qadamlarini zo'rg'a siljitib, uy tomon yo'l olardi. Uning yuzidagi charchoq nafaqat bugungi kunning, balki yillar davomida to'plangan umidsizlikning aksi edi. Ko'ylagining yoqasi ko'tarilgan, qo'llari cho'ntagida, boshini egib, shamolga qarshi kurashar edi. U o'zini bu shaharning bir qismi emas, balki uning ichida adashib qolgan musofirdek his qilardi. Odamlar shoshib uylariga yugurishar, mashinalar shivirlab o'tib ketishar, lekin hech kim unga qaramasdi. U butunlay yolg'iz edi. Uyiga yetib kelganida eski, xiralashgan binoning kirish qismida bir ayolni ko'rdi. U yerga cho'kkalab o'tirgan, qo'llarini tizzalariga tiragan, butun vujudi titrar edi. Kiyimlari ho'l, sochlari yuziga yopishib olgan, qo'lida esa arzon, yirtilgan sumkasi bor edi. Ethan to'xtadi va uni kuzata boshladi. Ayol boshini ko'tarib unga qaradi. Ko'zlarida naqadar chuqur qo'rquv, naqadar katta iltijo bor edi. Bu qarash odamning yuragini ezib tashlaydigan yordamga muhtojlikning eng og'ir ifodasi edi. "Iltimos", dedi ayol ovozi titrab. "Menda boradigan joy yo'q. Faqat bir kecha, iltimos yordam bering. Men pul to'lay olaman." Ethan bir zum ikkilanib qoldi. Uning ichida ikki xil ovoz kurashardi. Biri "Bu qandaydir firibgarlik, ehtiyot bo'l", desa, ikkinchisi "Bu ayol haqiqatan ham yordamga muhtoj", deb pichirlardi. Uning hayoti allaqachon og'ir edi. Kunlik nonini topish qiyin, uyining ijarasini to'lash muammo. Yana bir og'irlikni o'z zimmasiga olishga ko'zi bormasdi. Ammo ayolning nigohi uning qalbida bir narsani qo'zg'atdi. O'sha qarashda u o'zining bir paytlar boshidan kechirgan yolg'izlik va nochorlikni ko'rdi. "Kir", dedi u ohista, eshikni ochib. "Faqat bir kecha." Birinchi tun. Xona kichkina, tor va qorong'i edi. Bir burchakda eski karavot, uning yonida kichkina stol va birgina stul bor edi. Derazadan tashqarida yana yomg'ir yog'ar, xonaga esa nam havoning sovuq nafasi kirib turardi. Sara xonaga kirganida atrofga qaradi. Uning ko'zlarida naqadar katta minnatdorlik bor edi. Ethan unga yagona ko'rpachasini berdi va o'zi polga eski ko'ylaklarni yig'ishtirib yotishga tayyorlandi. "Men, ismingiz nima?" deb so'radi Sara. "Ethan." "Rahmat, Ethan. Men hech qachon buni unutmayman." Ethan hech nima demadi. U yerga yotib, shiftga qarab o'z qarorini o'ylardi. Bu xato bo'lishi mumkinmi? Ertaga nima bo'ladi? Ammo bu savollarning javobini topishga ko'ngli ham, kuchi ham yetmasdi. U faqat charchagan edi. Tun davomida u uxlay olmadi. Saraning yig'laganini eshitdi. Uxlab qolganida ham uning nafasi og'ir, vaqti bilan titrab turardi. Ethan bu ayol nimani boshidan kechirganini bilmasdi, lekin uning dardi shunchalik kuchliki, hatto uxlaganida ham uni tark etmasdi. Ertalab uyg'onganida Sara allaqachon o'rnidan turgan, kiyimlarini biroz tozalab olgan, lekin hali ham qo'rqoq nigoh bilan atrofga qarab turardi. Ethan ishga ketishdan oldin unga biroz non va sut qoldirdi. "Eshikni qulflab qo'y, hech kimga ochma", dedi u. "Kechqurun qaytaman." Sara bosh qimirlatdi. Uning ko'zlarida yana o'sha minnatdorlik, o'sha iltijo bor edi. Ethan eshikni yopib, zinapoyadan tusha boshlaganida uning qalbida g'alati bir tuyg'u paydo bo'ldi. Bu yillar davomida unutgan tuyg'u edi. Kimnidir himoya qilish, kimnidir qadrlash tuyg'usi. Birgalikda o'shish. Kunlar o'tar, haftalar o'tar. Sara va Ethan asta-sekin bir-biriga ko'nikib qolishdi. Ilk kunlardagi noqulaylik bir-biriga qarab gapirishdagi ikkilanish o'rnini oddiy, iliq suhbatlar egalladi. Ethan ishdan qaytganida Sara unga bir piyola issiq choy tayyorlab qo'ygan bo'lardi. Uning qo'lida esa har kuni yangi bir kitob, mahalliy kutubxonadan olgan kitoblar. Sara o'qishni juda yaxshi ko'rardi. U kitoblar orqali dunyoga qochib, o'zining og'riqli o'tmishidan uzoqlashishga urinardi. Ethan esa bu holatni kuzatib, asta-sekin o'zgarib borardi. Uning yuzidagi doimiy ma'yuslik o'rnini yengil tabassum egalladi. U ishdan charchab kelsa ham, uyga yaqinlashganida uning yuragi tezroq ura boshladi. Bir kuni u ishdan bir qop meva olib keldi. Boshqa kuni esa eski, ammo toza sochiq. Bu mayda-chuyda narsalar edi, lekin Sara ularni qanday katta minnatdorchilik bilan qabul qilardi. Bir kuni kechqurun ular deraza oldida o'tirib yomg'irni tomosha qilishardi. Sara birdan gap boshladi. "Bilasanmi, Ethan, men bir vaqtlar odamlarga ishonishni butunlay to'xtatgandim.
Menga shunday bo'lib tuyulardiki, har bir inson faqat o'z manfaatini ko'zlaydi, boshqasining dardiga esa parvo qilmaydi. Lekin sen... U gapini tugata olmadi, chunki ko'zlariga yosh keldi. Ethan uning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Hech narsa dema, dedi u. Ba'zan odamlarga shunchaki kimdir yonida ekanligini bilish yetarli. Sara bosh irg'adi, lekin uning ko'zlarida minnatdorlikdan tashqari yana bir. Saraning hikoyasi Ethanning qalbida chuqur iz qoldirdi. U tunlari uxlay olmas, o'sha boy oilaning o'g'li, o'sha tuhmat, o'sha qochish haqida o'ylardi. U Saraning yuzidagi qo'rquvni, uning titragan ovozini eslardi. Bir paytlar o'zi ham shunga o'xshash adolatsizlikka uchraganmi? Yo'q, uning hayoti boshqacha edi, lekin u yolg'izlik va tashlab ketilganlikni yaxshi bilardi. Ertalab ishga ketayotganida u Saraga dedi: "Bugun men bir joyga boraman. Sizning o'tmishingizni o'rganishga harakat qilaman. Kimdir sizga yordam berishi kerak." Sarahning ko'zlari katta-katta ochildi. "Yo'q, Ethan, iltimos bunday qilma. Ular juda kuchli, ular." "Men qo'rqmayman", dedi Ethan qat'iy ohangda. "Siz menga ishoning." U eshikdan chiqib ketdi. Sara esa derazadan uning ketayotganini kuzatdi. Uning yuragi gup-gup urar, qo'llari titrar edi. U nimadir bo'lishini, nimadir sodir bo'lishini his qilardi. Lekin u Ethanning ko'zlaridagi qat'iyatni, uning ishonchini ko'rgan edi. Bu unga bir oz bo'lsa-da taskin berdi. Ethan shahar arxiviga bordi. U uzoq vaqt qidirdi, eski gazetalarni varaqladi, ma'lumotnomalarni ko'rib chiqdi. Nihoyat u bir narsani topdi. Eski bir gazeta sarlavhasi. Boy oila o'g'li tomonidan ta'qib qilinayotgan xizmatkor. Ushbu xabarda Sarahning ismi tilga olingan edi, lekin uning aybsizligi haqida hech qanday dalil yo'q edi. Aksincha, maqolada uni ishonchsiz va o'g'ri deb atashgan. Ethan bu yolg'on tuhmat ekanligini angladi. Uning ichida g'azab alangalandi. U arxivdan chiqib, to'g'ridan-to'g'ri politsiyaga bordi. U erda bir inspektor bilan uchrashdi va Sarahning ismini tilga oldi. Inspektorning yuzi o'zgarib ketdi. "Bu ayol haqida bizda ma'lumot bor", dedi u. "U qochoq deb hisoblanadi. Uning oilasi uni qidirmoqda." "Qanday oila?" deb so'radi Ethan. "Uning oilasi yo'q. Uning faqat bir ta'qibchisi bor." Inspektor sukut saqladi. Ethan uning ko'zlarida ikkilanishni ko'rdi. Bu odam nimadir bilardi, lekin aytishga jur'at etolmayotgandek edi. "Men haqiqatni bilishim kerak", dedi Ethan qat'iy ohangda. "Bu ayol begunoh." Inspektor oqsir oqibat gapirdi. "Menga bir ishoning, bu ish siz o'ylagandan murakkabroq. Bu boy oila shaharda katta ta'sirga ega. Ular kimnidir yo'q qilishga qodir." Ethan xonadan chiqdi. Uning qalbida qo'rquv emas, balki qat'iyat kuchayib borardi. U Sarahni himoya qilishga va'da bergan edi va bu va'dasini bajaradi. Sahna 6. To'qnashuv o'sha kuni kechqurun Ethan uyiga qaytganida Sarahni eshik oldida kutib turgan holda topdi. Uning yuzi oqarib ketgan, qo'llari titrar edi. "Ethan, ular kelishdi", dedi u qo'rqqan ovozda. "Boy oila odamlari, ular meni topib olishdi." Ethan darhol xonaga kirdi. Derazadan tashqariga qaradi. Ko'chada qora mashina turardi. Uning ichida 2 kishi. Ular xonaga qarab turishardi. "Qo'rqma", dedi Ethan Sarahning yelkasini quchoqlab. "Men ular bilan gaplashaman." U eshikdan chiqdi va to'g'ridan-to'g'ri mashina tomon yurdi. Mashinadagi odamlar uni ko'rib, tushib ketishdi. Ularning biri baland bo'yli, kelishgan, ammo ko'zlarida sovuqqonlik bor edi. "Sen Ethan ekansan", deb so'radi u. "Ha, va siz kim ekansiz?" "Men, bu ayolning qarindoshi. U uyimizdan pul o'g'irlab qochib ketdi. Biz uni qaytarib olishga keldik." Ethan kulib qo'ydi. "Siz yolg'on gapiryapsiz. Men hamma narsani bilaman. U begunoh. Sizning o'g'lingiz uni tuhmat qilgan." Odamning yuzi qizarib ketdi. "Sen kim o'zing bizga qarshi chiqishga? Bilasanmi, biz bu shaharda nima qilishga qodirmiz?" "Bilaman", dedi Ethan xotirjam ohangda. "Lekin men ham qo'rqmayman. Haqiqat mening tarafimda." Odamlar bir-biriga qarashdi, keyin esa mashinaga o'tirib ketishdi. Ethan uyga qaytganida Sara uning bo'yniga osilib yig'lab yubordi. "Rahmat Ethan, rahmat. Sen mening hayotimni saqlab qolding." Ethan uning boshini silab, "Hali hammasi tugamadi", dedi. "Lekin birga bo'lsak, hamma narsani yengamiz." O'sha kechasi ular uzoq suhbatlashdilar. Sara o'zining barcha sirlarini, barcha qo'rquvlarini Ethan bilan baham ko'rdi. U bolalikdan boshlab qanday qilib o'sha boy oilaga xizmatkor bo'lib kirganini, qanday qilib ularning o'g'li uni ta'qib qilganini, qanday qilib qochishga majbur bo'lganini hikoya qildi. Ethan esa uning har bir so'zini diqqat bilan tingladi. Uning qalbida Sarahga nisbatan hurmat va mehr kuchayib borardi. Sahna 7. Qaror bir necha kun o'tdi. Ethan va Sarahning hayoti asta-sekin normal holatga qaytdi. Sarah endi qo'rquv bilan emas, balki ishonch bilan yashardi. U Ethanning yonida o'zini xavfsiz his qilardi.
Ethan esa unga har kuni yangi narsalarni o'rgatardi. Qanday qilib internetdan foydalanish, qanday qilib ish topish, qanday qilib o'z huquqlarini himoya qilish. Bir kuni Sarah dedi: "Ethan, men ish topmoqchiman. O'z oyog'imda turishni o'rganmoqchiman. Sizga ham yuk bo'lishni istamayman." Ethan jilmayib qo'ydi. "Siz menga hech qachon yuk bo'lmagansiz. Aksincha, siz mening hayotimni o'zgartirdingiz. Men sizni uxlatishimdan oldin men o'zimni butunlay yo'qotgandim. Hozir esa men yana yashashni o'rgand